Assalomu alaykum hammaga. Orqamda turgan BYD chempion mashinasini hozir biz sotuvga qo'yamiz. Mashinamiz tiniq, top-toza, hech qanaqa miyatinasi ham, petnosi ham yo'q. Bu mashina to'g'risida hozir ma'lumot berib o'tib ketaman. Mana mashinamiz polniy tonirovka 100% urilgan. Mashinaga hali bitta joyiga ham miyatina tegmagan. Bu mashinamiz BYD chempion 605 km yuradiganlik to'liq elektromobil. Gibrid emas, to'liq elektromobil. Xo'p, bu mashinaga qilingan ishlari yangi poliklar qo'yilgan, yangi stena nakidkalar taqilgan. Mashinamiz 2024-yil probegi 23000 km yurgan. Xo'p. Egalar nomerlarini pastda qoldirib qo'yaman. Egalarining ismlari Azamat. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini egalari 25200 so'rashyapti. Sunnatiga o't beraman, deyaptilar. Sunnatiga chiroyli qilib o't beraman. Kimga agarda BYD chempion kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar. Keyin reklama bo'yicha bu mashinani xolisona qo'yib beramiz. Kimni BYD'si bo'lsa, kimni elektromobili bo'lsa, shunda xolisona qo'yib beramiz. 33lik kodi bilan 153 ga telefon qilasizlar. Men oldim kelsanglar o'zim qo'yib beraman. Qo'limizda ham mashinalar bor, sotiladigan. 2-3 ta mashinalar bor. Sog' bo'linglar, BYD avtomobillarni kuzatib, like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.